Məfsələ toyxanası svetoforundan kelish bo'ladi. Bu tarafımız garaj tarafdan kelish. Ahmet kafeni bilmaydigan adam yo'q. Shundan kirganingizda o'ng qo'lingizda ozroq kirganingizni joylashgan bo'ladi. Dastlab nomerlarni telefon etsanglar, olib kelib o'zlaringiz ko'rsatamiz. Do'stlar, bugungi obzorimizda natural fundament bo'ladi. Ko'rib turganingiz ana shu fundament 8 metrga 18 metr bo'ladi. Fundamentlari yaxshi etib, podushka etib quyilgan, ikki etajga moslab, armaturalar bilan chiroyli etib ishlangan. Ko'rib turganingizdek, uzunluğu 18 metr, eni 8 metr bo'ladi. Bu yerimiz natural bo'ladi. Dokumentlarida hech qanday muammo yo'q. Egalari hamma dokumentlarni taxlab, o'zlari kelishib ishlab beradilar. Narxiga kelsak, narxini 3000 dollar aytdi egalari, 3000 emas, 2500 dollarga ko'ndirib qo'ydik. Ustida ozroq savdosi bor. Tasavvur nomerlarga bog'lansanglar, olib kelib o'zlaringiz ko'rsatamiz. Endi bu yerga kelib tushuntiradigan bo'lsam, bu yerimiz Yilliqova tumani Bo'ston shahri Hunarmandlar shaharchasi bo'ladi. Bu tarafimiz eski Shohjahon. Ana shu eldi ko'cha o'tgan bo'ladi. Ko'cha o'tgan. Xalqlar do'stligi ko'chasidan Ahmad kafedan shunday pastga tushib kelganingizda o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Orientir ana shu ikki etaj zamonaviy to'g'risida bo'ladi. Pastga nomerlarga bog'lansanglar, o'zlaringiz olib kelib ko'rsatamiz. Xat hujjatda hech qanday muammo yo'q. Narxi 2500 dollar. Bu videoni srochniy usta, hunarmand, tanish bilishlar bo'lsa tashlab qo'yamiz. Yaxshi mesni sog'lab olib, bir ustaxona ham bo'lsa, tex, shunday foydalansanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.